Hayotim, yaxshi dam oldingizmi? Manga aytibsizmi? Ha. Mana qanaqa dam olganim bilan shu paytgacha kuchugim ishi bo'lmagan buncha mazza uylanish. Kimnidir tug'ilgan kuni bo'libdimi? Men siz uchun tayyorladim. Birinchisi, ikkinchisiga nima yeysiz? Birinchisi, ikkinchisi deydi-ku, men faqat bitta ovqat yeb katta bo'lganman. Joyiga qo'ying mani, patinkam bu, ey. Voy, artib tozalab qo'ymoqchi edim. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Albatta omonlik davrim. Bugun osh qilmoqchi edim, go'sht olib kelsangiz. Hozir olib kelaman. Daraxtlarni shkaturka qilish kerak, devorlarni oqlash kerak. Xola, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aslan o'g'li to'xta. Keyin gaplashamiz. Bu ham o'ylanib tormoz ishlamay qolibdi-ku. Naskimni qayerga qo'yamanman? Mana paypog'ingiz yuvib dazmollab qo'ygandim. Naskim yuvilgan, dazmollangan muncha baxtliman. Borini oyog'idan bog'lab qo'y. Nimaga? O'z osmonga uchib ketadi bu. O'zingiz ham yoshligingizda shunaqa edingiz-ku. Bugun 5 ga 5 kontrol o'zinglar bilan kelasanmi? Hayotim, qarab oling. Yo'q, hali deydiki. Labbay.